tushda tishlamoqni ko'rish. Ibn Sirin aytadiki, tushida bir odamni tishlab olganini ko'rsa, o'sha odamga nisbatan mavjud bo'lgan mehr-muhabbati dilida ziyoda bo'lishini bildiradi. Tushida bir odam uni g'azab va gina bilan tishlaganini ko'rsa, tishlashi miqdoricha o'sha odamdan ziyon yetishini bildiradi. Mag'ribiyning aytishicha, tushida eshak tishlab olganini ko'rsa, ishi xatarda bo'lishiga ishoradir. Tushida tuya tishlab olganini ko'rsa, safarda ziyon yetishiga ishoradir. Agar sigir tishlab olganini ko'rsa, o'sha yili ziyon yetishini bildiradi. Tushda barcha yirtqichlarning tishlashi 4 narsani bildiradi: ziyonni, dushmanni, husumatni, izzat va boylikni. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.